Shved molimiz bu. Rasa ro'zg'or bo'lib, bolasi xonadincha o'z 3-xonga tuqqan. Janovarda 15 litr suti bor malaki. 14 ta 15 ta sut beryapti. Renni berayotgan. Mana shu paqida hozir to'la beradi. Kespaydicha kamroq beradi. Tutaylari, suslari zo'r. Molimiz ham yeb ichishi, hamma yo'g'i tan jon sog'ligi 100% garantiya beriladi. Ro'zg'or yo'laman deydigan ukalarimizga bemalol tavsiya qilaveramiz. Maza qilib sog'uvchasizlar. Narxiga akalar 43 million pul so'ralyapti. Kami bor. Dastlabkasini butun O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Tutay bitta ko'rayotgan. Tutay salga tushadi nomiga. Ayollar qiynalmay sog'ishadi janovar. To'g'ri sutda joyda. Keyin akalar buni suti ham shirinlagan. Shved mol sog'uvchigan odam biladi. Suti qo'ygan bo'ladi, ham shirin ham bo'ladi. Aloqaga chiqasizlar.